Yo, barchaga salom bolalar. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Bugungi videoda mana Admin Abyssga Speed Keyboard o'yinida 2 soat qoldi. 2 soat 5 daqiqa. Undan oldin sizlarga fishkalarni o'rgatib o'taman. Bir ikkita o'zim bilganlarimni. Qani ketdik, videoni boshlaymiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar bolalar. Qani go. Mana bu yerda birinchisidan yiqilib boshladik. Ketdi. Bundan ketamiz bu yerni. Mana bu yerni kutamiz lekin. Ungacha videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar bolalar. 2 soatdan so'ng Admin Abyssda ham video olishim mumkin. Qani ket. Tez. Endi bu yerdan ham ehtiyotkorlik bilan o'tamiz. Mana bu yerdan o'tamiz. Bu yerlar easy bolalar. Ammo bu yerda levelimiz yetmaydi ba'zilarga. Lekin tezligimiz bilan o'tamiz. Hozir bu 290 kerak, bu yerdan bemalol o'tamiz. Bu yerdan ham o'tamiz. Bu yerdan 350 kerak, ammo bizda 318. Bu yerdan ham easy o'tamiz. Yo'lni eslab qolinglar bolalar. Kerak bo'ladi. Bu yerda adashib qolsangiz yetib oladi tez bu juda. Mana bu yerdan hozir o'tishni o'rgataman. Mana jail orqali o'xshasa. Hozir mana sariqga borishimiz kerak ekan. 380-level kerak, bizda esa 318. Qani go. Mana bu yerda sakraymiz. Va tushayotganda ham bitta sakrab, yo'q, o'xshamadi bolalar. Bu yerda o'ta olmayapmiz hozirchalik. Xo'sh bolalar, yana bir marta keldik. Hozir o'ta olsam, men tezligim juda past. Bo'lmasa keyingi videolarda. Xo'sh bolalar, mana o'tishga yana harakat qilib ko'ramiz. Ketdik. Sakraymiz. Voy, nega o'xshamayapti-da? Tezligimiz juda past hozircha. Mana 5x ga qo'shildi. Bizga ozgina beradi, bu umuman foydasi yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana hamma shu yerda kuchayapti. Ammo bu yerda foydasi yo'q kuchayganini. Ketdik. Yana bor. Hozir bolalar, mana bu timerni qo'yamiz va qanchada bor ekanmiz. Ketdik. Hozirchalik 3 soniya. Mana shu vaqtni olyapti-da. 3 soniya bo'ldi. Tez. Mana Abram Bey ham yonimizda yuribdi. Sakramay qoldi. Xo'sh bolalar, mana ketdik boshqatdan. Ketdik tez. Voy, mana shu vaqtni oladi-da har doim. Ketdik. Qanaqa tushib ketyapman men? Qanaqa qilib? Bolalar chatda yozib ketyapti. Mana o'tib ketaveramiz. Sakramay qolyaptimi? Bolalar, yana keldik o'sha joyga. Mana bu jahli chiqqan 10-stejga keldik yana. Yana bir marta urinamiz, yana o'tib bo'lmasa. Bir marta o'tgan edim. Qani ketdik. O'tishni boshlaymiz. Oxirga borganda sakrab. Mana shu yerga tushayotganda. Voy bolalar, o'tib bo'lmayapti bu yerdan. Oxirda sakrash kerakmi? Ketdik. Mana Abram Bey ham yonimizda yuribdi. Ketdi. O'tib ketdi, biz qolib ketdik. Mana bu yerda timerni yoqib qo'ygandik. Hozir 2 soniya bo'ldi. Mana bu tushga to'g'ri kelmadi. Tushga to'g'ri kelsa anchagina vaqt tejalardi. Bu yerdan chiqib, mana bu yerdan sakraymiz, bu yoqdan o'tamiz. Tez o'tib ketaveramiz. Mana bu yerdan hamma hozir kirib olgan Admin Abyssga 2 soat qoldi, 2 soat. Mana bu yerdan bemalol o'tamiz bolalar, yurib. Mana bu yo'lni eslanglar, chapga, so'ng o'ngga, yana o'ngga. Bu yerdan ham o'ngga. Birinchi ko'rganda qiyin tuyuladi, ammo o'taversangiz o'rganib ketasiz. Mana 10 million olib qaytaveramiz. Shu yergacha menimcha necha 5 soniyadan boramiz bu yoqqa. Mayli, bir marta Akbar Uzebe mayli olib qo'yamiz. Mana yana bir marta borishga harakat qilib ko'ramiz bolalar. Ketdi. Mana oxiriga kelganda sakrab
Xo'sh. Voy bola bo'lmayapti-da, o'tib bo'lmayapti. Video olmayotganda o'tgandim. Xo'sh bola, hozir admin abis boshlanganda yana videoni yoqaman. Yana bir marta borib kelamiz hozir mayli. Admin abis boshlanganda yana videoni yoqaman. O'sha admin abis menimcha yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Bu safargisi Qanday Golden Case spawn bo'ldi serverda, qaysidir joyda. Xo'sh bolalar, bugungi video shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Admin abisda yana ko'rishamiz.